Taker Carlson Trampni haqorat qildi. AQSh ichida siyosiy portlash boshlandimi? Rossiya ogohlantirdi. Islomoboddagi muzokaralar portlashi mumkin. Men Viktorni yaxshi ko'raman. Donald Trump nega Arbanni qo'llayapti? 8 milliard xavfli nuqta olimlar ogohlantirmoqda. Yer aholisi chegaradan oshdi. Urush frontdan chiqdi. Endi u oshxonaga yetib kelmoqda. Kutilmagan burilish. Rossiya ham urushni tugatishni boshlamoqda. Tarixdagi eng katta firibgarlik. Durov WhatsAppni tanqid qildi. Bugungi kunda Sankt-Peterburg va Moskva shaharlarida Amina programmasi to'liq ishlamayotganligi sababli sizlardan qonuniy registratsiyadan o'tishingizni tavsiya qilamiz. Agarda sizga трудовой договор, registratsiya, удовлетворение va shunga o'xshash huquqiy masalalarda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Taker Carlson Trampni haqorat qildi. AQSh ichida siyosiy portlash boshlandimi? Taker Carlson AQSh prezidenti Donald Trampni keskin tanqid qilib, hatto uni qul deb atadi. Men har doim Trampni yoqtirganman va hanuz unga achinaman. Xuddi barcha qullarga achinganim kabi. U boshqa kuchlar tomonidan siquvga olingan. U o'z qarorlarini mustaqil qabul qila olmaydi. Buni tomosha qilish juda achinarli deydi u. Bu chiqish AQSh ichki siyosiy muhitidagi keskinlikni ochiq ko'rsatdi. Shu bilan bir vaqtda Trampning o'zi jurnalist savoliga javob berib, kelishuv borasidagi asosiy pozitsiyasini yana bir bor takrorladi. Birinchidan, yadroviy qurol bo'lmasligi. Menimcha allaqachon hokimiyat almashinuvi yuz bergan, lekin bu biz uchun hech qachon mezon bo'lmagan. Yadroviy qurol bo'lmasligi 99% deydi u. Bu bayonot AQShning siyosiy, asosiy, strategik maqsadi o'zgarmaganini ko'rsatmoqda. Yana mintaqadagi harbiy vaziyatni aks ettiruvchi muhim kadrlar paydo bo'ldi. Qator ommaviy axborot vositalari ilk bor Eron raketalari Raslafan Industrial City'ga zarba bergan lahzani namoyish etdi. Kadrlar kuchli portlash, sanoat hududida yuzaga kelgan yong'inlar va zarba to'lqinining keng hududga tarqalganini ko'rsatadi. Ushbu hudud Qatar energetika tizimining yuragi hisoblanadi. Ayniqsa gazni qayta ishlash va eksport qilish jarayonlari aynan shu yerda amalga oshiriladi. Zarba oqibatida logistika zanjirlariga vaqtinchalik uzilishlar yuzaga kelgani, ayrim ishlab chiqarish quvvatlari to'xtatilgani aytilmoqda. Bundan tashqari Qatar tomoni urushning dastlabki bosqichida urib tushirilgan 2 dona Eronning Su-24 qiruvchi samolyotlari qoldiqlarini ham namoyish etdi. Ushbu kadrlar mojaro boshida havo ustunligi uchun kurash qanchalik keskin bo'lganini yana bir bor eslatdi. Yana Yevropa frontida ham kutilmagan hodisa yuz berdi. Ispaniyada jonli efir vaqtida Benyamin Netanyahuning mamlakatga nisbatan haqoratli bayonotlaridan so'ng unga o'rta barmoq ishorasi bilan javob berildi. Bu voqea Isroilga nisbatan ayrim davlatlarda norozilik kayfiyati kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. Rossiya ogohlantirdi. Islomoboddagi muzokaralar portlashi mumkin. Eron va AQSh delegatsiyalari dastlab Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif bilan alohida uchrashuvlar o'tkazishadi. Agar amerikaliklar Eron delegatsiyasining dastlabki shartlarini qabul qilsalar, muzokaralar tushlikdan keyin boshlanishi mumkin deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, Eron muzokaralar boshlanishidan oldin Isroilning Livanga qarshi hujumlarini to'xtatish va Eronning muzlatilgan aktivlarini sanksiyalardan chiqarishni talab qilmoqda. Eron AQSh muzokaralarining murakkabligi va yuqori sezgirligini hisobga olgan holda har ikki delegatsiya asosiy muzokarachilardan tashqari zarur maslahatlashuvlar uchun texnik va ekspert qo'mitalarini ham o'z ichiga oladi. Eron delegatsiyasi 71 kishidan iborat bo'lib, uning tarkibiga asosiy muzokara guruhi, ekspert guruhlari, jurnalistlar, tarjimonlar va xavfsizlik guruhlari kiritilgan. Delegatsiyaga Eron xavfsizlik kengashi raisi Muhammad Bag'ir G'alibov boshchilik qilmoqda. Shuningdek, delegatsiya tarkibida tashqi ishlar vaziri Said Abbos Aroqchi, Markaziy bank rahbari Abdalnassir Hemmati va Milliy mudofaa kengashi a'zosi Ali Akbar Ahmadyan ham bor. AQSh delegatsiyasi 300 kishidan iborat bo'lib, uning tarkibiga asosiy muzokarachilardan tashqari turli maslahatchilar va qo'mita rahbarlari va ko'p sonli xavfsizlik xodimlari bor. Delegatsiya Islomoboddagi AQSh elchixonasida joylashtirilgan. Delegatsiyaga AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance boshchilik qilmoqda. AQSh dastlab muzokaralarni prezident maxsus vakili Steve Uitkov va Jared Kushner olib borishini ma'lum qilishgandi. Lekin Eron ushbu nomzodlarni xohlamasligini aytgandan so'ng delegatsiya rahbari etib Vance tayinlandi. Rossiya har ikkala tomonni Pokistondagi muzokaralarga mas'uliyatli yondashishga chaqirdi. Moskva Pokistonda rejalashtirilgan Eron muzokaralarining barcha ishtirokchilarini mas'uliyatli yondashuvni namoyish etishga va ushbu muzokaralarni barbod qilishi mumkin bo'lgan har qanday harakatdan tiyilishga chaqiradi, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida.
Men Viktorni yaxshi ko'raman. Donald Tramp nega Orbánni qo'llayapti? Tramp Vengriyaga iqtisodiy yordam taklif qildi. Oq uy rahbari Donald Tramp AQSh ma'muriyati Vengriya iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Unga ko'ra, agar bosh vazir Viktor Orbán va mamlakat aholisi zarurat sezsa, Qo'shma Shtatlar o'zining to'liq iqtisodiy salohiyatidan foydalanishga tayyor. Tramp bayonotida AQSh avval ham o'z ittifoqchilariga shunday yordam ko'rsatganini eslatib o'tgan. Shuningdek, u Orbánning yetakchiligi ostida boshqarilayotgan Vengriyada kelajakda iqtisodiy farovonlik oshishiga ishonch bildirgan. Seshanba kuni Prezident Donald Tramp va vitse-prezident J.D. Vance shov-shuvli tomosha va tantanali marosim bilan Vengriyadagi saylov kampaniyasining yakuniy bosqichiga qo'shildi. Xususan, Vance Budapeshtda Orbánni shaxsan qo'llab-quvvatladi. Tramp esa Vengriyaning hukmron partiyasi tarafdorlari to'lib toshgan stadionga telefon orqali jo'shqin maqtovlar yo'lladi. Men Vengriyani yaxshi ko'raman va Viktorni yaxshi ko'raman. Sizga aytyapmanki, u ajoyib inson, deydi Vashingtondan telefon orqali gapirgan Tramp. New York Times'ning yozishicha, Trampning so'zlari Budapeshtdagi konsert arenasiga jaranglab eshitildi. Men Viktorning ashaddiy muxlisiman, men u bilan oxirigacha birgaman, deya qo'shimcha qildi Tramp. Saylovdagi Orbánning eng zaif nuqtasi Vengriyaning to'xtab qolgan iqtisodiyoti haqida gapirar ekan, janob Vance uning sevimli argumentlarini takrorlab, Yevropa ittifoqini aybladi. U korrupsiya va samarasiz boshqaruvni tilga olmadi. 16 yillik hokimiyatdan so'ng Orbán o'z o'rnini topishga qiynalmoqda, chunki uning Fidesz partiyasi yakshanba kungi ovoz berish oldidan o'tkazilgan ko'plab so'rovnomalarda ancha ortda qolmoqda. Tramp ma'muriyatining yordami foyda beradimi yo'qmi hozircha noaniq. Ular Orbánning ashaddiy siyosiy bazasini birlashtirishi mumkin. Ammo bu Eron bilan bo'layotgan urushdan xavotirda bo'lgan vengriyalik saylovchilarni begonalashtirishi ham mumkin. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. 8 milliard xavfli nuqta. Olimlar ogohlantirmoqda. Yer aholisi chegaradan oshdi. Yer sayyorasi aholisining soni resurslarga zarar yetkazmasdan sayyora ta'minlay oladigan darajadan oshib ketgan. Bu haqda Environmental Research Letters jurnalida e'lon qilingan maqolada keltirilgan. Tadqiqotda mavjud resurslarni hisobga olgan holda odamlarning sonini baholash imkonini beruvchi sig'im qobiliyati konsepsiyasidan foydalanilgan. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, optimal daraja taxminan 2,5 milliard kishini tashkil etadi. Vaholanki, amaldagi aholi soni 8 milliarddan oshib ketgan. Tadqiqotchilarning bildirishicha, bunday o'sish asosan qazib olinadigan yoqilg'idan faol foydalanish tufayli sodir bo'lgan. Bu turmush darajasini vaqtincha oshirib, resurslardan foydalanish imkoniyatini kengaytirgan bo'lsa-da, lekin uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlamadi. Qo'shimcha ravishda qayd etilishicha, uglevodorodlarga qaramlik ekologik xavflarni kuchaytiradi va iqlimga ta'sir ko'rsatadi. Mutaxassislar aholi soni o'sishda davom etishini taxmin qilmoqda. Mualliflarning prognozlariga ko'ra, 21-asrning ikkinchi yarmida aholi soni 11-12 milliardga yetishi mumkin. Urush frontdan chiqdi, endi u oshxonaga yetib kelmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruvi direktori Kristalina Georgieva Erondagi harbiy mojarolar global oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy operatsiyalari oqibatida dunyo bo'ylab ocharchilik xavfi ostida yashayotgan insonlar soni 45 million kishiga oshib, umumiy ko'rsatkich 360 milliondan yuqori darajaga yetishi mumkin. Georgieva Washingtonda bo'lib o'tgan brifingda ta'kidlashicha, ayni paytda oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq vaziyat yanada og'irlashish ehtimoli mavjud. Sayohat cheklovlari, ta'minot zanjiridagi uzilishlar va o'g'it narxlarining oshishi natijasida qo'shimcha 45 million odam ochlik xavfi ostiga tushishi mumkin, deydi rahbar. Shuningdek, u global bozorlar uchun asosiy xavflardan biri sifatida logistika uzilishlari va oziq-ovqat resurslari narxlarining oshishini ham qayd etgan. Kutilmagan burilish. Rossiya ham urushni tugatishni boshlamoqda. Budanovning 4-aprel kuni Bloomberg agentligiga bergan intervyusiga ko'ra, Moskva va Kiyev tinchlik kelishuviga yaqinlashmoqda. Urushni bartaraf etish esa ko'p vaqt olmasligi mumkin. Material 10-aprel juma kuni e'lon qilingan. Budanovning aytishicha, Rossiya tomoni ham Ukraina kabi urushni to'xtatishni istaydi. Ularning barchasi urush tugashi kerakligini tushunadi. Shuning uchun ham ular muzokara olib bormoqda. Menimcha, bu ko'p vaqt olmaydi, deydi u. Ukraina muzokaralar delegatsiyasi tarkibiga kiruvchi
siyosatchi sifatida. Budanovning ta'kidlashicha, Ukrainadan farqli ravishda Rossiya harbiy harakatlarini o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirmoqda. Bu juda katta mablag'lar, trillionlar deydi u. Uning fikricha, aynan shu omillardan biri Moskvani urushni to'xtatishga undamoqda. Budanovning aytishicha, hozirgacha ham Ukraina ham Rossiya muzokaralarida maksimalistik pozitsiyalarni ushlab turgan bo'lsa-da, tomonlar murosaga kelish yo'lida yaqinlashadi. Shu bilan birga u Donbass bo'yicha har ikki tomonni qoniqtiradigan kelishuv qanday bo'lishi mumkinligi haqidagi savolga javob berishdan tiyildi. Rossiya Ukraina nazorati ostidagi mintaqa qismidan Ukraina qurolli kuchlari chiqib ketishini talab qilmoqda. Yakuniy qaror hali qabul qilingani yo'q, ammo umuman olganda endi barcha ruxsat etilgan chegaralarni aniq tushunib turibdi. Bu ulkan taraqqiyot deydi Budanov. Rossiya armiyasining holati haqida gapirar ekan, Budanov Rossiya yo'qotishlarni qoplashda muammoga duch kelmayotganini va 2025-yil oxiri holatiga ko'ra zarurat tug'ilsa, urushga 23,5 million kishilik zaxiralarni kirib borish imkoniyatiga ega ekanligini bildirdi. Bu Ukraina safarbar qila oladigan miqdordan ancha ko'p. Ukraina esa askarlar yetishmasligi muammosini yengishga urinmoqda deydi u. Bloombergning Kremlga yaqin ikki manbasining aytishicha, muzokaralarda deyarli real taraqqiyot yo'q. Xavfsizlik kafolatlari bo'yicha murosaga kelinmagani sababli muloqot ko'p jihatdan boshib bel ko'chiga kirib qolgan. Budanov ehtimoliy muzokaralar barbod bo'lishiga ham izoh berdi. Faqat ikki variant bor: urush yoki tinchlik. Aniqrog'i shunchaki urushning davom etishi emas, balki muzokaralarning davom etishi ham bor. Agar ular, ya'ni ruslar shunga rozi bo'lsa, lekin rozi bo'lmasligi ham mumkin deydi u. Tarixdagi eng katta firibgarlik: Durov WhatsAppni tanqid qildi. Telegram asoschisi Pavel Durov o'zining asosiy raqobatchisiga nisbatan keskin bayonot bilan chiqdi. Durov o'zining rasmiy Telegram kanalida WhatsAppdagi shifrlashni tarixdagi eng yirik firibgarlik bo'lishi mumkin deb atagan. WhatsAppning shifrlashi milliardlab foydalanuvchilarni aldagan eng katta firibgarlik bo'lishi mumkin. Kompaniya bayonotlariga qaramay, u foydalanuvchilar xabarlarini o'qiydi va ularni uchinchi tomonlarga uzatadi. Telegram bunday qilmagan va hech qachon qilmaydi degan Durov. Dalil sifatida u sud materiallarini ilova qilgan. Unda Meta kompaniyasi, WhatsApp va ularning pudratchisi Accenture kompaniyasi xodimlarida foydalanuvchi xabarlariga keng erishish imkoni borligi aytilgan. Shuningdek, postda backdoor, ya'ni himoyani chetlab o'tib, yozishmalarga kirish imkonini berishi mumkin bo'lgan yashirin mexanizm haqida ham so'z yuritgan. Rasmiy izohlarga ko'ra, bunday kirish imkoni faqat foydalanuvchilar shikoyat qilgan xabarlarni tekshirish uchun kerak, masalan, spam yoki firibgarlik belgisi qo'yilganda. Biroq da'vogarlar kompaniya istalgan yozishmani o'qish imkoniyatiga ega deb hisoblaydi. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.